Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Xovos tumani 1-sonli maktab direktori, tuman kengashi deputati Nilufar G'ayipova bo'laman. Bugun sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Hurmatli prezident, ruxsat bersangiz, tumanimiz aholisi nomidan takliflarimiz bor edi. Tumanimizning markaziy shifoxonasi 1960-yilda yotoqxona sifatida qurilgan bo'lib, 1974-yildan boshlab shifoxona sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Shifoxona binosi bugungi kundagi zamon talablariga javob bermaydi. Hurmatli prezident, agar imkoniyati bo'lsa, bir hududda yangi shifoxona qurishda amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Hurmatli prezident, tumanimizda oliy toifali shifokorlar yetishmasligi uchun boshqa hududlardan shifokorlar kelib ishlashadi. Hozirgi kunda shifoxona sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotgan binomizni tibbiyot xodimlari uchun yotoqxona qilishni taklifini bermoqchi edim. Yana bir taklifim bor edi. Tumanimizning Oqchangal va O'zbekiston to'kinchiligi mahallasi tumandan chekka hududda joylashgan mahalla hisoblanadi. Bugungi kunda 8 mingdan oshiq aholi bor. Bu 8 mingdan oshiq aholi uchun bitta 120 o'rinlik davlat bog'chasi bor bu yerda. Hozirgi kunda bu davlat bog'chasida 2 koeffitsiyentda ishlayapti. Bu mahallada hozir bugungi kunda 300 dan oshiq bog'cha yoshidagi bolalar bog'chaga borishmayapti. Imkoni bo'lsa bitta davlat bog'chasi qurishni taklifini bermoqchi edim. Mana hokimimiz biz bergan bugungi pullardan ajratib bog'cha quraman deyaptilar. Rahmat. Deputatlar shunaqa faolligini men juda xursandman sizdan. Rahmat, ishlaringizga muvaffaqiyat. Rahmat e'tiboringiz. Sog' bo'ling.